Yevot shunaqa. Bilmayman nima to'p menga uni gapirib, uni bunga gapirib, keyin oxirida kommentariyasiga jonim asalim yoki birga yurib. Bittasi bor o'rtog'im, mana shu yerlarga tegishim kerak, hayotimni qurishim kerak dirkanda VIP kanal ochar ekan. Tikki o'rtoq. Nimaga? Men tushunmayman, nima uchun erga tekin keladi, yaxshi hayot yashashing kelar ekan, VIP kanal ochar ekan. Kimdirlarga o'xshashga urinib. Mayli, men yaxshiligim achinganim uchun, buni insonlar shunaqa bo'lib qolgan, achinganim uchun gapiraman, men hech kimning ustidan kulmayman yoki nimadir qilmayman. Bilmadim. Hammaga endi insof bersin. Meni atrofimda nechta qiz bo'lsa, hammasi orqamdan gapirib, orqamdan ish qilib yurganlar. Bitta o'rtog'im bor, bivchi o'rtog'im, men kim bilan yursam, o'shani kommentariylarga o'tadi, o'shani lishkasiga o'tadi, bu yoq layklar bosib qo'yadi. Meni o'rtog'im bilan o'rtoq bo'lgisi keladi. Nima maqsad bilan? Yibanizm.